Qiyomatda Allohning soyasida soyidaydigan 7 turli kishi to'g'risidagi hadisning sharhi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Alloh o'zining soyasidan boshqa hech qanday soya yo'q kunda 7 turli kishini o'z soyasida soyitadi. Birinchi, odil imom, ya'ni hukmdor. Ikkinchi, Alloh azza va jallaning ibodatida o'sib yetilgan yosh. Uchinchi, qalbi Allohning masjidiga bog'langan kishi. To'rtinchi, bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rishib, shu holatda bir yerga kelgan va shu holatda ayrilgan ikki kishi. Beshinchi, martabalik, chiroyli ayol o'ziga chaqirsa, "Men Allohdan qo'rqaman" deb uni rad qilgan kishi. Oltinchi, o'ng qo'lining berganini so'l qo'li bilmay qolgudek darajada maxfiy sadiqa bergan kishi. Yettinchi, xoli joyda Allohni eslab yosh to'kkan kishi. Imom Buxoriy va Imom Muslim to'plagan. Birinchi, adil imom, ya'ni hukmdor boshliq. Bu boshqurishi ostidagi kishilarga adil muomala qilgan kishidir. Allohning dargohida uning shariati bo'yicha hukm qilishdan suyumli ish yo'qdir. Chunki adolatning beshi ana shu, ya'ni Allohning shariati bo'yicha hukm qilishdir. Chunki Alloh taolo shundoq degan: Alloh haqiqatan kishilar orasida adil bo'lishga, yaxshilik qilishga buyuradi. Sura Nahl 90-oyat. Shuning uchun kimki Allohning shariatidan boshqa narsa bilan hukm qilsa, adillik bilan hukm qilmagan bo'ladi. Hatto u Alloh saqlasin kafirdir. Ya'ni Allohning shariatidan boshqa narsa bilan hukm qilsimi bo'ladi deb e'tiqod qilgan kishi kafir bo'ladi. Ammo nafs xohishiga ergishib yoki dunyoviy manfaatlarga erishish uchun Allohning shariatidan boshqa narsalar bilan hukm qilguvchi toki shundoq qilishni halol sanamaguncha kufrdan kichik kufr sodir qilgan bo'ladi. Gunohi favqulodda qabih bo'lsa-mu, lekin dindan chiqib kafir bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo shundoq degan: Kimlarki Alloh nozil qilgan bo'yicha hukm qilmaydigan, ular kafirlardir. Sura Maida 44-oyat. Shu sababdan bir hukmdor Allohning shariatini qo'yib, uningga qarshi ekanligini bilib turib, boshqa qonunlarni ijro qilsa, ondan men bu qonunlardan boshqasi bilan hukm qilmayman desa, kafir bo'ladi. Bunday kishi namoz o'qisimi, ro'za tutsimi, zakot bersimi, hajga borsimi, Allohni zikr qilsimi, payg'ambarimizning payg'ambar ekanligiga iymon keltirsimi, kafir bo'ladi. Qiyomat kuni do'zaxda abadiy qoladi. Musulmon xalqning bundoq birini rahbarlikdan tushirib o'tishga imkoni bo'lsa, o'zlariga boshliq qilishi durust bo'lmaydi. Xulosa, boshliqning odil bo'lishining eng muhim sharti Allohning shariati bo'yicha hukm qilishdir. Odillikning yana bir sharti boshliqning fiqir boy, do'st dushman, urug' tuqqan yoki yat demasdan hammaga barobar muomala qilishidir. Hukm berganda do'stiga qanday muomala qilsa, dushmaniga shunday muomala qilishi lozim. Hatto olimlar hokimning yoniga biri kafir, yana biri mo'min bo'lgan ikki kishi kirsa, birisiga yana birisidan farqli muomala qilishi halol bo'lmaydi degan. Birga kirdi, birga o'ltirdi. Hokim ayrimchilik qilmasdan har ikkisi bilan paranglashadi. Mo'minga kulimsirab, kafirga chiroyini turmaydi. Shubhisizki Allohning deganida kafir bilan mo'min bir emasdir. Biz musulmonlarni kafirlar bilan barobar qilamdik. Sizlarga nima bo'ldi? Qandaqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Sura Qalam 35-36-oyat. Biroq ular shu vaqtning o'zida da'vogarlardir va tamoman tang o'rindadir. Alloh azza va jallaning bu ummatga istisnosiz har kishiga, hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bolalariga va nevaralariga ijro qilishni buyurgan had jazosi odillikning bir parchasidir. Albuki eng odil rahbar bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'irlik qilgan Bani Mahsum qabilasiga tava bir ayolning qo'lining kesilmasligi uchun orqa tushib yeniga kelgan Usamaning ishiga ochiqlanib, Allohning hadlarining biri, ya'ni shu hadning ijro qilinmasligi uchun orqa tushyapsan degan. Ondan kishilarga so'z qilgan. Allohga hamd va sano aytgandan keyin shundoq degan: Sizlardan ilgirkilar faqat shuning uchun halok bo'lganki, ular o'z orasida sharafliklari o'g'irlik qilsa, ularga chaqilmaydi. Orasidagi ojizlar o'g'irlik qilsa, ularni jazolaydi. Alloh bilan qasamki, agar Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilsa, cho'qim uning qo'lini kesgan bo'lardim. Buxoriy 3475-nomerli hadis. Ayollarning eng sharaflisi, jannat ayollarining xo'jasi, eng fazilatli inson Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qizi o'g'irlik qilsa, dadisi yanala uning qo'lini kesgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kesishga buyurdim deyishning o'rniga kesgan bo'lardim degan so'zni deganligiga diqqat qiling. Jumladan, qizining qo'lini bevosita o'zining kesilganligini bildirgan. Mana bu adolatdir. Osmonlar va yer yuzi mushining bilan mavjud bo'lib turadi. Boshliqning adolatining yana bir taqozosi vazifalarga shu ishning ahli bo'lgan dindor kishilarni qo'yishidir. Bu kishilar shu ishning uddasidan chiqalaydigan ishonchli va kuchli kishilar bo'lishi kerak. Bir kishini vazifaga qo'yganda uningga mundaq ikki alohidalik bor yo'qligi nazarda tutilishi kerak. Alloh taolo shundoq degan. Ularning, ya'ni ayollarning biri aytdi: "Ey ota,
Uni sen ishlatgin. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchlik, ishonchlikdir. Sura Qasas 26-oyat. Jindan bo'lgan ifrit aytdi: "Men uni o'rningdan turishdan burun sana elib kelaman. Men uni elib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman." Sura Naml 39-oyat. Shu sababdan adolatning taqozosi sifatida vazifalarga shu ishning ahli bo'lgan va ishonchli kishini qo'yish zarurdir. Aksini qilgan, ya'ni shu ishning ahli bo'lgan bir kishi bor turibli, ahli bo'lmagan kishini vazifaga qo'ygan boshliq odil boshliq emas. Xulosa: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam adil boshliqni hech qanday bir soya tepilmaydigan kunda ulug' Allohning soyasida soydaydigan kishilarning birinchisi sifatida tilga olgan. Chunki xalqni odillik bilan boshqarish qiyindir. Shu sababdan ulug' Alloh bandalarining beshiga qo'ygan kishi odillik bilan hukmdorlik qilishga muvaffaq qilinsa nihoyatda cho'ng yaxshilik qilgan, ham o'z davrida ham o'zidan keyingi davrlarda ummatga naf yetkazgan bo'ladi. Chunki u insonlarga yaxshi o'rnak bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi, Allohning ibodatida o'sib yetilgan yosh. Bu 10 yosh bilan 30 yosh orasida bo'lgan kishidir. Shubhisizki, yoshlar turli shaylarga va fikrlarga moyil keladi va bir ishda muqim turmaydi. Chunki u yoshdir. Kishining maylini tortadigan narsalarga berilib, o'zini yo'qotib qo'yadi. Shu sababdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam urushlarda mushriklarning xeyrillarini o'ldirishga buyurib, yoshlarga chaqilmaydi. Chunki yoshlar islomga da'vat qilinganda musulmon bo'lish ehtimoli bor edi. Yoshlarning turli tushanchalari, qiziqishlari, fikri, axloqiy va yashash uslubi taraflarda har xil moyilliklari bo'lganligi sababli Allohga itoat qilish bilan o'tgan yosh hech qanday bir soya tepilmaydigan kunda Allohning soyasida soydaydigan kishilarning qatoridan o'rin olgan. Allohga itoat qilish uning buyruqlariga bo'ysunish va cheklamalardan yelish deganlikdir. Allohning buyruqlariga bo'ysunish va cheklamalardan yelish bo'lsa, faqat buyurilgan va cheklangan narsalarni bilish bilan mumkin bo'ladi. Buni bilish bo'lsa, ilm o'rganish orqali ro'yobga chiqadi. Shunday ekan, bu yosh ham ilm o'rgangan, ham Allohning buyruqlariga bo'ysungan va cheklamalardan yangan bir yosh demakdir. Bu hadisdagi yosh yuqorqi shartlarni hozirlagan o'g'illarni mo, qizlarni mo birdek o'z ichiga oladi. 3. Qalbiy masjidlarga bog'langan kishi, ya'ni masjidlarni bak yaxshi ko'radigan kishi. Undaqda bu yerda ko'zda tutilgan kishining ko'p namoz o'qishni yaxshi ko'rishimi yoki masjidlarni yaxshi ko'rishimi ikkili ehtimollar bor. Ya'ni bu odamning qalbiy davomli masjididir. Namozgohlarda bo'lishni, namoz o'qishni, bir namozdan keyin yana bir namozni o'qishni saqlash qatorliqlarni yaxshi ko'radi. 4. Bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rishib, shu holatda bir yerga kelgan va shu holatda ayrilgan ikki kishi. Ya'ni orasida hech qanday tuqqanlarchilik, tijorat va yoki do'stlik munosabati bo'lmasligiga qaramasdan, bir-birini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rganlardir. Ular bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rgan. Chunki ular bir-birining Allohga bandichilik qilgan, shariatlarga bo'ysungan biri ekanligini ko'rgan va qarshi tarafga muhabbat bog'lagan. Bu sifatga ega birining uning qo'ni va do'sti qatorliqlar bo'lishi sababli uni har ikki tarafdan yaxshi ko'rishida masala yo'q. Ya'ni qarshi tarafni ham tuqqani yoki do'sti bo'lganligi sababli ham iymonliq biri bo'lganligi uchun yaxshi ko'rsa bo'ladi. Ular o'z orasidagi diniy va shar'iy rishta, ya'ni Allohga bo'lgan bandichilik sababidan bir-birini nihoyat yaxshi ko'rgan va qon qarindoshga o'xshash bo'lib ketgan. Ular dunyoda bir yerga kelgan va faqat ayrilmagan. Ya'ni ularning orasini faqat o'lim ayiradi. Alloh bunday kishini hech qanday bir soya tepilmaydigan kunda o'z soyasida soyiditadi. Ularning o'zaro muhabbat va do'stligi qiyomat kunimi davomlashadi. Haqiqatan Alloh taolo shundoq degan: "Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Alloh roziligi uchun do'stlashgan. Taqvodorlar buningdan mustasno. Taqvodorlarning do'stligi dunyodami va oxiratdami baqidir." 5. Nasablik va chiroyli ayol zinoga chaqirsa, "Men Allohdan qo'rqaman" deb uni rad qilgan kishi. Jinsiy iqtidor jihatda normal bir kishini nasablik bir ayol zinoga chaqirsa, ya'ni odatdagi biri emas, balki nasablik oiladan kelib chiqqan chiroyli bir ayol u kishini hech kim ko'rmaydigan pinhon bir joyda zinoga chaqirdi. U kishimi jinsiy istikining normal ayollarga qarta shahvati borligiga qaramasdan, "Men Allohdan qo'rqaman" deb u ayolni rad qiladi. Uni zinodan faqat taqvosi Allohdan qo'rqishi to'sib qoladi. Bu odamga qarang, zinoga undaydigan barliq omillar mavjud. Jinsiy iqtidori normal, uni zinoga chaqirgan ayol chiroyli ham nasablik. Ular ham inson ko'rmaydigan xoli joyda. Lekin uni zinodan kuchli bir omil to'sib turadiki, u bo'lsa-mu u kishining taqvosidir. U ayollarga qiziqmayman, sen chiroyli emas, sen past va odatdagi bir ayol, sen bilan birga bo'lib o'zimni xor qilolmayman yoki kishilar ko'rib qoladi demasdan, "Men Allohdan qo'rqaman" deydi. Alloh bu kishini hech qanday bir soya tepilmaydigan kunda soyasida soyitadi. Yaqub alayhissalomning o'g'li Yusuf alayhissalomga qarang. Misr podshohining ayoli uningga oshiq bo'ldi. Podshohning ayoli nihoyat chiroyli va jazbidor edi. U ayol ishlarni taqab beri kel dedi. Sura Yusuf 23-oyat. Ya'ni Yusuf alayhissalomni o'ziga chaqirdi. Yusuf alayhissalom yosh edi. Inson tabiatining taqozosi bo'yicha uningga moyil bo'ldi. Faqat Robbining bishorati va ogohlantirishi kelgan hamon qalbi Allohga bo'lgan taqvodorlik bilan to'ldi.
Keyin bu ayol uningga zindon bilan tahdid soldi. Yusuf alayhissalom bo'lsa, ey Robbim, menga ular undigan narsadan ko'ra zindon suyimlikdir. Agar ularning hiylesini mendan dafi qilmasang, insonchilikda ularga moyil bo'lib qolaman, nodonlardan bo'lib qolaman dedi. Robbi uning duosini ijobat qilib, ularning hiylesini Yusufdan dafi qildi. Allah iltijo qilguvchilarning duosini haqiqatan anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Ondan ular Yusufning begunoh ekanligiga doir paketlarni ko'rgandan keyin uni bir mahal qamab qo'yishni loyiq topdi. Sura Yusuf. Yusuf alayhissalom Allah uchun zindonga kirishni tanladi va o'zini zinoga chaqirgan ayolga yaqin kelmadi. Ayni chaqda zinoga undaydigan barliq omillar mavjud edi. Lekin Yusuf alayhissalom Robbining ko'rsatishi va ogohlantirishini ko'rib Allohdan qo'rqdi. 6. O'ng qo'li berganni so'l qo'li bilmay qolgudek darajada maxfiy sadaqa bergan kishi. Bu kishi o'zida ixlosning eng yuqori pallasini namoyon qilgan bo'lib, bu kishilarning o'zining amalidan xabardor bo'lishni xohlamaydi. Aksicha qilgan yaxshiligining Alloh bilan o'zi orasida qolishini xohlaydi. Buningdan sirt, sadaqa berilgan kishining o'ziga tashakkur etishni kutmaydi. Ko'pchilikning oldida sadaqa bergan kishi sadaqa berilgan kishini tashakkur etishga majbur qilib qo'ydi. Biroq hadisda ta'riflangan bu kishi o'ng qo'lida bergan sadaqasini so'l qo'li bilmagidek darajada yoshirdi. Ya'ni o'ng qo'lining berganini so'l qo'lining bilmasligini amalga oshirg'ili bo'lsa edi, uni qilgan bo'ladi. Bu kishi nihoyat ixlosmand va sadiqasi bilan minnat qilishdan tamoman yiroq biridir. Allah u kishini hech qanday bir soya topilmaydigan kunda o'z soyasida soyida turdi. Shubhisizki sadiqani maxfiy qilish texim afzaldir, faqat ba'zi ahvollarda oshkor qilish texim yaxshidir. Masalan, oshkor qilish boshqalarning sadiqa qilishiga turtki bo'ladigan bo'lsa, oshkor sadiqa qilish texim fazilatlidir. Bu sababdan ulug' Allah vaziyatga ko'ra ham oshkora ham yoshirin sadiqa berganlarni maqtagan. Bu yerda 3 xil ahvol bor. Boshqalarning sadiqa berishiga turtki bo'lish umid qilinmagan ahvollarda yoshirin sadiqa berish teximi yaxshidir. Boshqalarning sadiqa berishiga turtki bo'lish umid qilingan ahvollarda bo'lsa, oshkor sadiqa berish teximi yaxshidir. Agar ikkisining boshqalarga ta'sir ko'rsatish qatorliq jihatlardagi darajasi o'xshash bo'lsa, yoshirin sadiqa berish teximi afzaldir. 7. Xoli joyda Allohni zikr qilib yosh to'kkan kishi. Bu kishi o'zini hech kim ko'rmaydigan yerda tili va qalbi bilan Allohni zikr qiladi. U dunyoni unutib, qalbini Allohga bog'lagan. Allohni ham tili ham qalbi bilan aslab, Alloh azza va jallaning kattaligi va buyukligini o'ylab, Allohga muhabbat bog'laydi va yig'laydi. Bu kishi Allohning soyasidan boshqa hech qanday soya topilmaydigan kunda Alloh o'z soyasida soyidatidigan kishilarning qatoridandir. Bir kishi bu 7 amalning biriga, ikkisiga, 3iga, 4iga, 5iga, 6siga va 7siga muvaffaq qilinishi mumkin. Chunki bular bir-biriga zid ishlar emas. Kishi bularning hammasidan nasiba ola oladi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan: kimki Alloh yo'lida qo'shlab sarf qilsa, u jannatning eshiklaridan "Ya Allohning bandasi, bu yer bakmi yaxshi" deb chaqiriladi. Kimki namoz ahlidan bo'lsa, namoz eshikidan, jihad ahli bo'lsa, jihad eshikidan, sadiq ahli bo'lsa, sadiq eshikidan, ro'za ahli bo'lsa, ro'zining rayhon degan eshikidan chaqiriladi. dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir kishining birla eshikdan chaqirilishi shartmi? Bir kishining hamma eshikdan chaqirilish mumkinchilik yo'qmi deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abu Bakr, bor, men sening shularning qatoridan bo'lib qolishingni umid qilaman" dedi. Buxoriy 3666-nomerli hadis. Chunki Abu Bakr radhiyallohu anhu namoz, ro'za, sadiqa va jihad ahli edi. U har yaxshilik ishidan nasiba olgan edi. Alloh uningdan rozi bo'lg'ay va uni rozi qilg'ay. Bu yerda shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Hech kishining salqinlaydigan, soyasi tepilmaydigan kundagi Allohning soyasi deyilganida, insonlar buningdan Allohning zotining soyasi ko'zda tutilgan deb o'ylab oladi. Bu faqat nodon kishi qiladigan intayin xato gumondir. Chunki ma'lum bo'lganidek, insonlar yer sharining ustida bo'ladi. Soyimi quyosh sababli shakllanadi. Bu sababdan Allohning zotining soyasi bor bo'ladi deb qaralsa, quyosh Allohning ustida bo'lishi, Alloh quyosh bilan yer sharining orasiga kirib soya tashlashi kerak bo'ladi. Bu mumkin emasdir, chunki Allohning butun maxluqot ustidagi arshining ustida ekanligi sabitdir. Aksiya bu yerdagi maqsad, Alloh u kuni bir soyani yaratib, u soyada soyadashga loyiq bo'lgan kishilarni soyadatidi. Allohning buni o'ziga nisbat berishi, u kunda hech bir maxluqning hech qanday vosita bilan soyada olmaydiganligi sabablikdir. Bu yerda na bir uy, na beshiga qo'yib olg'ili bo'ladigan bir narsa yo'qdir. Birdan bir soya Alloh qullari uchun yaratgan soyadir. Alloh u kunda birdan bir soyadatquchi bo'lganligi sababli mazkur soyani o'ziga nisbat bergan, ya'ni Allohning soyasi deb atagan.